qo'yadi. Elektr o'lchash vositalari qo'shib laboratoriyasiga kelgan. Amaliyot o'tgan. Bu elektr toki o'zi nimaligini kim aytib beradi? Bu tok nima degan savolni o'zi zararlarga qattiq harakat. To'g'rimi? O'sha elektr tokida o'lchov birliklari bor. O'sha quvvat birligi bor va to'g'rimi? Tok birligi amper, shu elektr o'lchash vositalarini qiyoslanadi. Bu mana tushgani elektr o'lchash vositasi bu elektr energiyasi hisoblagich. Bu bir fazali o'zida mana xarakteristikasini yozib qo'yib, past ma'lumotlari birlamchi o'zida beriladi, yoritiladi. Nimaligini bilib olish uchun buni. Bu bir fazali oldindan to'lov funksiyasi ega, ko'p funksiyali elektr o'lchash vositasi, elektr energiyasi sarfini hisoblagich. Sarf bo'layotgan elektr energiyani hisoblaydi. Bu asosan maishiy hisoblanadi. Maishiy degani aholi xonadonlarida o'rnatiladi. Aholi hamda iste'molchi elektr energiya iste'mol qiladi. O'sha belgilangan tariflar bo'yicha to'lovni amalga oshiradi. Buni hisobotini nima bilan yuritadi? Elektr hisoblagich bilan. Bu qiyoslanadi. Nima uchun? O'sha yagona birliklarmi, yo'qmi? O'sha belgilangan kilovatlarni to'g'ri hisoblaydimi, yo'qmi? O'shancha qiyoslanadi. Ya'ni o'lchash vositasini qiyoslanadi. Ular yo'nalishlarga kelganda metrologiya, sertifikatlashtirish. O'sha yo'nalish bo'lgandan keyin o'sha o'zini bog'liq o'lchash vositalarini o'lchashlardan kerak. Amaliyotda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bizga qo'limizga kelgan o'lchash vositasi, topshirilgan. Buni masalan o'sha termishda o'lchash vositasi qabul qilib, qabul qilib oldik. Xo'p, buni endi mana tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima bo'lgan bu? Mana ko'rib turibsiz, tashqi ko'rinishidan mana buni ham hujjat orqali birlamchi ko'rikdan o'tkazdik. Xo'p, yaroqsiz. Xo'p, nima uchun bu yaroqsiz holatga kelgan? Bu ya'ni qandaydir shikastlanish bo'lgan elektr energiyada tarmog'ida uzilish bo'lgan. Buni masalan bizlar keyingi etapiga o'tkazolmaymiz. Sababi buni qiyoslash imkoniyati mana xavfsizlik darajasini hisobga olgan holda buni qiyoslash qurilmasi o'rnata olmaymiz. Chunki boltlar o'zlari erib ketgan holatda. Xo'p, buni keyingi mayli, keyingi ko'rsatishlarni ko'rsatib o'tadi. Mana qidiruv tugmasi bor. Bu o'zini akkumulyator batareyasidan yonadi. Mana zavod raqamini ko'rsatyapti mana. Mana keyingi mana qarang. Bu bir nima edi? Bu xarakteristikasida o'zi yozilgan, mana o'zidan ishlash anosiga ega bo'lib qolgan. Samoxod deydi, o'zidan ishlab qolyapti cho'chik. Bu xullas qo'llanishga yaroqsiz mutlaq. Buni yaroqsizligi haqida xabarnoma rasmiylashtirib, bizlar hujjat o'lchash vositasini qabul qilish derazasiga topshiramiz, mijozga taqdim etadi.